내가 나한테 그거 다시 소리. Digital. How do you know? Não faz sentido não. Não tá rolando, não. Ah, vamos Hero grammatikasi so'raydi. Present simple o'tiradi. Passive bo'lgan holda passive bo'ladi. Present passive. Okay, guys. Hello, my name is Moby Colin, and I'll teach you how to, let's say, writing school. Okay, my name is Moby, and I will teach you today grammar, present simple, right? What is present simple? Present simple bu o'zi ingliz tilida necha zamon bor? Qarashib, 3 ta zamon bor. Masalan, qanaqa zamon? 12 ta zamon. 12 ta zamon. Qanaqalar bular? O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Albatta, 3 ta zamon bo'ladi va 3 ta zamonni bosqichlari bor. Ya'ni 4 tadan bo'limlari bo'ladi. Hop, kelib biz sizga eng oson va kerakli bo'lgan narsani beraman. Present simple. Ya'ni bu har doim biz qiladigan ishlarimizda present simple deb aytamiz ingliz tilida. Ya'ni present simple bu har kunimiz present simple ekan. Ya'ni bu qanday ishlaydi? O'zi nimaga present simple kerak va grammatik o'zi nima uchun kerakligini ko'rib chiqamiz. Bu present simple da biz har kunimizga, ya'ni ishlarimizga, haftamizga va aniq faktlarimiz bo'yicha ishlatamiz. Ya'ni bu bir nechta o'sha ishlatish bilan ishlaydi. Ya'ni birinchisi bu biz kundalik tartibimizda, ya'ni kun tartibimizda ishlatamiz. Tartibimizda. İkincisi faktlar bo'yicha ishlatamiz. Faktlar bo'yicha. Faktlar. Uchinchisi aniq bo'ladigan narsalar uchun. Aniq bo'ladigan narsalar uchun. Narsalar uchun. Shunday. Aniq bo'lgan narsalar uchun. O'zi nimaga kun tartibimiz qanday? Ya'ni biz har bir qiladigan ishlarimiz, to'g'rimi? Misol uchun I wake up every day. Bu bitta misolimiz. I wake up every day. Ya'ni men nima qilaman? Har kuni tartib. Yes, every day. Ikkinchisiga misolimiz faktlar. Ya'ni suv yuz gradusda qaynaydi, to'g'rimi? Nima degan ingliz tilida? Water, suv bo'ladi. Yes, water boils in 100 degrees. Yani 100 gradusda suv qaynaydi ekan. Celsius, right? Uchinchisiga aniq bo'lgan narsa, ya'ni bizda jadvallar bor. Jadvallar aniq qo'yilgan. Ya'ni ish vaqtim 8 da boshlanadi. Metro soat 12 dan yopiladi va ertalab 5 dan ochiladi. O'sha aniq faktlar bo'yicha uchinchisi ishlaymiz. Misol uchun, metro works, let's say, 15 hours, 15 soat ishlaydi. From 5 to midnight. 12:00 ga qadar ularga metro. Ya'ni bu bizning present simple'imizga aniq bo'lgan misollardan biri. Va bizda kalit so'zlarimiz bor ekan. We have keywords. Keywords. Ya'ni bizda keywordlarimiz bor ekan. Bular nimadan keyword degani? Kalit so'zlar. Bir nechta kalit so'zlar. O'zi kalit so'z nima kerak bizga? Qaysi zamonga topish kerak? Albatta, zamonni aniqroq bilishimiz uchun bizga kalit so'z kerak ekan. Xo'p, kalit so'zlarimizdan biri, ya'ni every day. Every bilan boshlanadi, har kun. Yes, every bilan har bittasiga biz qo'shimcha qilib ketsak, ya'ni present simple'ga kiradi. Undan keyin, xo'p, usually
Usually nima degani? Odatda. Odatda. Sometimes. Nima degani? Ba'zida. Sometimes. Kecha o'chib qoldi. Juda qiyin bo'lyapti o'chish. Kulmayapman. Sometimes nima degani? Ba'zida. Ba'zida. Xo'p, rarely degani ham bor. Kamdan kam. Albatta, rarely kamdan kam. Ko'pchilik buni bilmasa kerak. Okay, I guess mana shu to'rttani o'zim bilaman, bizga yetadi. Chunki biz hozir beginner part 2damiz. Beginner part 2da bo'lmasa ko'pni bilib qo'ysa ham qiyin bo'ladi yodlashga. Bugunchalik mana shu to'rtta keywordni o'zi va 3 ta misol bo'yicha yodlasak bo'ladi. Ya'ni present simple nima ekan? Bugun o'rgangan narsamizdan Hayotimizni takrorlardan ish harakatlarga. Maqsadga va aniqlaydigan narsalar uchun ishlatiladigan zaman bo'ladi. albatta. Chunki bu narsani o'tgan darsda ham o'rgangandik va bu darsda o'sha takrorlashimiz uchun present simple eslab oldik. Xo'p, endi sizlarga present simple ishlatgan holda speaking qilamiz. Okay? Yaxshi eslab qoldingmi? Yaxshi eslab qoldik. Kitobimizdan misolni ko'ramiz. Xo'p. Kitobimizning 175-betida sizda klassika bor ekan. Ya'ni about sports, Hop. Kelga savol bergan o'shanda. Bugun speaking uchun juda kelaveradi. Ya'ni sport. Xo'p. Xushnudbek. Do you like sports? Yes, I like sport. Why? Nimaga? I don't know. Is it interesting? Yes, Qiziqarlimi? it's really interesting. It's For really example, football. Football, right? Yes. Okay. How about you? What is your, let's say, hobby? What is your hobby? Present simple ga ko'rilgan. What is your hobby? Siz inglizcha yo'qmi? Shunday, shunday, shunday. My hobby deng, let's say, playing football. Yo'q, playing football. My hobby is Reading books deng, reading books deng. So, what is your hobby? Reading books. Reading books. Okay, nice. Xo'sh, Shodiyor. Do you play tennis? Yep. Boshqa Yes. Do you play tennis? Yeah. I like play tennis because it's very interesting and other time I play with my friend. I In usually my free time. In your free time, right? Shunbek, at what time do you wake up? I usually wake up at 7 a.m. because of going to university. Okay. So you, siz necha klassni o'shani aytasiz? Necha klass? I think all to the 60s. How about you? 6. It's 6 o'clock, right? Oh. What is your morning routine? What is your morning routine? My routine is Yes, you can say so. This is my morning routine. And you get My routine is training, such as gym and yoga and other